Oldingi darsimiz davom bo'lgan, ya'ni 4-mashqning 9-savoldan boshlaymiz. Bunda berilgan ifodani soddalashtirib, qaysi variantlardan biriga to'g'ri kelishini topishimiz kerak. Avvalambor buni hisoblab chiqamiz va birinchi qiladigan ishimiz ildizodan chiqaramiz alohida. Va bunda ildizda 16 ning 2 taqsim 3-si, buni 16 ni alohida ildizdan chiqaramiz va a ning 2 taqsim 3-sini ham alohida chiqarib olamiz. Va 4 ta a ning 2 taqsim 3-si ko'paygan 1 taqsim 2. Bu yerda qavsni ochgan paytimiz ko'paytiruv bo'ladi. Va 4 ta a ning 1 taqsim 3-si. Bu A javobda ko'rib turganingizdek A javobda keltirilgan. 10-savolimizga kelsak, bunda ham qavslarni ochib, soddalashtirib, natijani topishimiz kerak. Ya'ni ildizosida RS, qavsda ildizosida R plus ildizosida S. Buni hisoblasak, ikkita bir xil narsani ko'paytirsak, ya'ni ildizosida R ko'paytirilgan ildizosida R bo'lsa, ikkita bir xil o'sha ildizosida darajasi bir xil bo'lsa, bir xilligini ko'paytirsak, ya'ni o'zi hosil bo'ladi ildizsiz ko'rinishi, ya'ni R ildizosida S. Bunda ham xuddi shunaqa bo'ladi. S ildizosida R. Shu ko'rinishga ega bo'ldi va shu tarzda qoladi. To'g'ri javobimiz B. 11-savolimizda qavsda u kubinchi ildizda x ning kvadrati, qavsda uning n-chi darajasi teng x ning 8-si. Savol so'ralyapti. Bu yerda n nechiga teng? Xo'p, buni darajaga ko'tarib olamiz va soddalashtirib 2 taqsim 3 n teng 8. N topsak 8 ko'paygan 3 taqsim 2 va javobimiz 12. 12-savolimizda 2 ning minus 2k-si ko'paygan 3k. Buni ham soddalashtirib, qaysi variantlarga to'g'ri kelishini topishimiz kerak ekan. Qavsda 2 ning minus 2-si, uning k-si va uni hisoblab chiqamiz. Darajada minusni ko'rsak, bu 1 taqsim degani bo'ladi deb aytgan edim. 1 taqsim 2 ning kvadrati ko'paygan qavsda uning k-si ko'paygan 3k. Buni hisoblab chiqsak, shu ko'rinishga ega bo'ldi. Bir xil darajasi bo'lgani uchun bir-biriga raqamlarimiz sonimizni ko'paytiramiz. Qavsda 3 taqsim 4 ning k-si va shu javobga keldik. Keyingi savolimiz 13-savolimiz. Bunda a ning 2 taqsim 9-si va qavsda a ning 2 taqsim 3-si va uning qavs 2 taqsim 3-si darajasida. Bularni qavslarini ochib chiqamiz va bir-biriga ko'paytirilganda qo'shiladi. 2 taqsim 9 plus 4 taqsim 9 umumiy mahraj 9 ga teng va a ning 6 taqsim 9-si teng. Buni 3 ga qisqartirsak 2 taqsim 3 kelib chiqadi va uni soddalashtirib qo'ysak, kubinchi ildizda a ning kvadrati. 14-savolimizga keldik. 4 taqsim 9 qavsda 2 taqsim 3 ning a-si. Buni ham soddalashtirib hisoblab chiqishimiz kerak. Buni 2 taqsim 3 ning kvadrati qilsak, mana bu holatga keladi. Va 2 taqsim 3 ning qavsda 2 taqsim 3 ning a-si teng. Bu asoslar bir xil bo'lgan darajalarimiz qo'shiladi. 2 taqsim qavsda 2 taqsim 3 darajasida 2 plus a va javoblarimizda bunday ko'rinishda keltirilgan 2 taqsim 3 a plus 2 ko'rinishda va to'g'ri javobimiz C ekan. Keyingi, ya'ni 15 va 16-savollarimiz qoldi. Keyingi darslarimizda shu savollarga to'xtalib o'tamiz.